Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Xatalıqның xoşluqi. 6-cı ayının 2-ci günü idi. Gündüpay Abduvali advokating bilan ko'rishsan deb varqiradi. Gündüpayning og'zidan tunji qitim ismimning chaqirilishi bo'lg'achqa xili xush bo'lib qoldim. Meni davomliq nomerim bilan chaqiratdi. U songa xuddi ismimga ko'ngandek ko'ngan bilan har chaqirilganda yurkim qart qilib qolatdi. Chunki uningda 5-ci yo'lni eslatadigan Chivu degan son bor edi. Asli men 751 emas, Abduvali edim. Men son emas, inson edim. İsmimning chaqirilgan xo'shlig'ida ro'jakdan sunib berilgan ishkalni qo'limga, kishanni putumga xuddi kiyimlarimni kiygandek taqab tayyor bo'ldim. Chiqa! Degan xitoycha buyruq berilgan hamon ishkallik qo'limni gadinimga qo'yib, doklad deb jarangliq varqirab, to'yga mangandek xushal holda eshikdan chiqdim. Deyishni unutibdiman. Liodavan qamoqxonasi cho'ng emas, faqat 2 korpus kamir bor edi. Bilishimcha, har korpusda 9 kamir bordek qilgan. Undan boshqa Yaxov, Basturuq deydigan kamirlari bek qo'rqinchli deyishgan edi. Ba'zilardan yana maxsus suv kamiri bor, ovoz yo'q, nur yo'q, so'roq yo'q. Oylab suvdan chiqolmay, kech kunduzni bilolmay bek qiynalib ketadi. Bek vahimalik deb anglagan edim. Xudoga shukri, shundaq yerga kirishdan qutulib qoldim. Yaxov degini Shingsay zamonidan qolgan ekan. Ammo men yotgan kamirlar Tangirtog rayoni va Qashqardagi qamoqxonalar bilan o'xshash edi. Gündüpay meni oldiga silib, tamlar ekran bilan to'lgan nazorat uyining oldiga ilib keldi. Lyodavan qamoqxonasidagi nazorat uyi biz yetayotgan kamirdan sal kichikroq bo'lib, bir tamga liq kelgudek cho'ng ekranlar o'rnatilgan edi. Ekrandan barliq kamirlarda bo'layotgan ishlarni ko'rib turg'ili bo'ladi. Meni ilib chiqqan Gündüpay shu nazorat uyiga kirib ketdi. Men ochiq eshikdan tamdaki yo'g'on ekranga qarab hayron qoldim. Sen shu qadar aniq ediki, mahbuslarning yuzidagi zig'irdek ma'nimi ko'rgili bo'ladi. Gündüpay birdam hayalchigandan keyin chiqib, meni boshlab zalga ilib chiqdi. Ondan bo'yniga advokatlik kinishkisi asqan bir qizning oldiga boshlab qo'yib ketib qoldi. Qarasam, qizchaq yarashtirib oq yo'lliq, holrang kopta bilan kulrang ishdan kiyibapti. Bilinmigidek qilingan gerimi o'ziga yarashgan, amdila oliy maktabni putkizgandek tortinib turgan u qizni to'naydigandek emas edim. Uning ustiga mening advokatim kelmas bo'lib ketgan edi. Amdi kelishimi mumkin emas edi. Men bu yerda bir xatolik bo'lganligini faraz qilib, gap qilay deb bo'lgacha. Siz Abduvaligo, sizdan mushu yerdala bir ishni so'ray degan, muno odamni tonimsiz, dedi. Qiz ko'rsatgan telefonning ekraniga qarasam, bir namoyishning surati turibdi. Biraylan ko'targan plakatning bir tarafida Ilhom To'xti muallimning, yana bir tarafida mening rasmim. Men ko'zlarimga ishonmay turibli qoldim. Manga tushdaklab bilingan bu tasodifiylikdan o'zimni tepib, inkos qaytirib bo'lgacha, qiz, tarbiyachi, bu kishi men chaqirmoqchi bo'lgan Abduvali emas ekan. Siz xato odamni chaqiribsiz. U men ko'rsatgan jinoyat gumondorini tanimadi, debla telefonini yig'ishtirib Gündüpay tarafga ketdi. Koridorda toki yana bir Abduvali chiqib, iliqi qizning kaynidan so'roqxonaga ilib ketilgicha turib qoldim. Men bilan shu daqiqada hech kimning kori bo'lmadi. Menmu ichimga patmayotgan xushalligimni qandoq yoshirishni bilmay, bilinib qolsa sababini qandoq tushuntirishdan qo'rqib hangvaqib, oldimga bir, kaynimga 2 dastlab yurdim. Putumga silingan kishan qo'limda bo'lgan bo'lsa, sharaqlatib bir ovoz chiqarib olg'um bor edi. Putumda kishan bo'lmagan bo'lsa, sakrab baqqanmu bo'latdim. Shu topda o'zimni tutolmayotdim. Kulay desam chinib qoladi. Kulmay desam hayajon ichimga sig'maydi. Meni unutmabdi. Do'stlar mening da'voyimni qilg'ili turibdi, deb pichirlab oldim. Shuni bo'lsa-mu qilib olmasam,
Xushalliqim ichimga sig'digandek emas edi. Kamerga qaytqucha Gundupay. Astırak mağmamsan, kamerga mağdыңмы, toyg'umu? Deb varqirmasa, putumni kishenning g'ajashlarimi bilinmay, ildam mingib ketibdiman. Kamerga kiribmi, joyimda jim o'ltirolmadim. Birdan pagahda mağdim. Ondan yuzlarimni yuvdim. Kamerning koridorga qaraydigan timidiki biz sirtkilarni ko'rolmaydigan, lekin sirtdiki odam bizni ko'ralaydigan. Aynakdan shotlangan aksimni ko'rib boqmoqchi bo'ldim. Ammo har qancha qarabmi chiroyimni aniq ko'rolmadim. Mening hech kimga deyolmagan bu xo'shliqimning, xo'sh bo'lgandagi holatimning aynakdagi aksini bakmu ko'rib boqqum bor edi.